Ta'lim bu kelajak poydevori. Biz sizni zamonaviy sifatli ta'lim tizimiga ega Tojikiston huquq, biznes va siyosat davlat universitetiga taklif etamiz. Bu yerda sizni tahsil olishingiz uchun shinam auditoriyalar, so'nggi innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan laboratoriyalar, internet, ilm va elektron kutubxona, axborot texnologiyalari, kompyuter va test markazlari, tillarni o'rganish markazlari, texnologik park, stadion, sport zal, zamonaviy yotoqxona kabi qulay sharoitlar yaratilgan. Mashg'ulotlarimiz yetuk va yuqori malakali ustozlar ishtirokida olib boriladi. Talabalar nufuzli chet el universitetlarida o'qishni davom ettirib, xalqaro dasturlar bilan ishlash imkoniyatiga ega peshqadam muassasa va korxonalarda tajriba o'tkazishi mumkin. Bizning universitetimiz Shanxay tashkiloti ichiga kirgan nufuzli universitetlar qatorida bo'lib, 70 dan ortiq xorijiy oliy muassasalar bilan shartnoma asosida hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Huquqshunoslik, xalqaro munosabatlar, moliya va qarz ixtisosliklari uchun xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan O'zbekistondagi Toshkent Moliya instituti bilan qo'shma fakultetda moliya va moliya texnologiyasi hamda bank ishi va audit ixtisosligi bo'yicha o'qishlar tashkil qilingan. Universitetimiz bilan buyuk kelajak sari olg'a. Bizning manzil Tojikiston Respublikasi Xo'jand shahri 17-kvartal 1-uy. Murojaat uchun telefonlar. Biz sizlarni kutamiz.